Ko'pchilik do'kon egalari bu dasturni ishlatishni tushunmayapti ekan. Hozir men sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'sh. Do'kon yaratdingiz. Yaratish qanaqa bo'ladi? Yangi do'kon yaratish, misol nomi, tavsif ixtiyoriy bu. Bonus tizimi, ya'ni qancha xaridga qancha bonus berilishi, do'koningiz qaysi viloyatda, qaysi tumanda joylashganligi, lokatsiya va yetkazib berish bu ixtiyoriy. Ya'niki agar mahsulotni yetkazib berish imkoniyatingiz bo'lsa, buni yoqib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qayerda joylashganligini do'koningizni, misol uchun qaysidir ko'cha tanlab turib saqlab qo'ysangiz bo'ldi. Keyin minimal buyurtma summasi agar 0 bo'lsa cheklovlarsiz. Agar 100 ming deb yozib qo'ysangiz, 100 minggacha bo'lgan buyurtmalarni qabul qila olasiz. Kelinglar 30 ming qilaylik. Bu yerda nomlar kiritmadim, chunki do'konim bor hozircha. Ya'ni do'konimiz yaratildi deb o'ylasak, do'konga kirish. Bu yerda mana mahsulotlar bor. Bu yerda o'zingiz xohlagan mahsulotlar ro'yxati tayyor turadi. O'zingiz narx kiritib qo'ysangiz bo'ldi. Misol uchun qaysi mahsulot qancha. Hozir bu yerda kamroq, keyinchalik ko'proq bo'ladi. Va mijozlarni qanday qilib do'konga kelganda topib olish mumkin. Mijozlarda ham shu application bo'ladi. Ya'ni shu botga a'zo bo'lsa bo'ldi. Profil bo'limiga o'tib, profil bo'limida kode degan knopka bor. Shuni bossa knopka chiqadi. Shuni mana do'konga kirganda mana bu yerda skaner qilinsa, o'sha mijozni topib beradi. Yoki bo'lmasa mana bu yerdan mijozlarni o'zimiz qidirib topishimiz ham mumkin bo'ladi. Mana bu yerda buni bossak, yozamiz, topib beradi. Tanlashni bosib turib, mijozda qancha qarzi bor, qarzlarini ham chiqarib beradi. Bonusi bo'lsa bonuslarni. Hozir bu mijozimizda qarzi bor ekan, qarzni to'lashni bosamiz. Mana qancha qarzi bor? 25 ming. Qisman to'lash ham mumkin yoki hammasini to'lashi ham mumkin bo'ladi. To'liq to'ladi deylik. Endi bonus berish qanaqa ishlaydi? Bonus xarid summasini kiritamiz. Misol uchun mijozimiz bizdan 50 ming so'mlik xarid qildi. Bonus sifatida 1,5 ming so'm bonus berdik. Mijozni bonuslari qayerda saqlanadi desalar, bonuslar degan mijozni sahifasi bor. Hozir mana bu yerda mana yaqin market, mijoz, mana bu yerda qachon qanday bonus olgan, qarz to'landi, nasiya qachon olgan, bonus ishlatildi. Keyin misol uchun yana tushunmagan joylaring bo'lsa bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Buyurtma berish